Barchaga xayrli kun. Bugun sizlarga e-maktab tizimida onlayn CSB topshiriqlarini 3 xil usulda berish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi usul sinf jurnali orqali. Kerakli sinf jurnalini oching va ekranning yuqori qismida davomat yonida joylashgan CSB bo'yicha vazifalar tugmasini toping. CSB ishlari tugmasidagi havolani bosing va tizim siz uchun asosiy filtrlarni avtomatik sozlab beradi. Sizga faqat qolgan parametrlarni belgilab, sinfingiz uchun kerakli topshiriqni berish qoladi. Ikkinchi usul metodik yordam bo'limi orqali. Asosiy sahifada metodik yordam bo'limiga kursorni olib boring va mavjud ishlar tugmasini tanlang. Shundan so'ng sinfingizga mos barcha kerakli filtrlarni belgilang. Mavjud CSBlar ro'yxati avtomatik ravishda yangilanadi va siz kerakli topshiriqni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi usul Ta'lim vazirligi xabarnomasidan foydalanish orqali. Axborot xabaridagi CSB nomini nusxalab, uni qidiruv satriga joylang yoki bevosita havoladan foydalaning. U sizni darhol mavjud ishlar sahifasiga olib boradi va barcha filtrlar oldindan belgilangan bo'ladi. Kerakli topshiriqni topganingizdan so'ng berish tugmasini bosing. Maktab, parallel, CSB topshiradigan sinfni tanlang. Albatta bugungi sanani belgilang va boshlanish vaqtini joriy vaqtdan 10 daqiqa oldinga suring. Agar o'tib ketgan vaqtni kiritsangiz, tizim topshiriqni berishga ruxsat bermaydi. Masalan, soat 10:00 bo'lsa, undan 10 daqiqa deb belgilashingiz kerak bo'ladi. Bu topshiriqni to'g'ri berish uchun kerak bo'ladi. Shundan so'ng berish tugmasini bosing va topshiriq tizimga joylanadi. Endi o'quvchilar e-maktab tizimida onlayn CSBni bajarishga kirishlari mumkin. Xayr, salomat bo'ling.